Assalomu alaykum qadrli ko'rmanlar, hurmatli to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan San'at To'ri bu yil yangidan ta'sis qilgan Umid Paranglari programmasi. Men bu programma riyosatchisi Akbar Ahmadjon Sabiri. Qadrli ko'rmanlar, biz Umid Paranglari programmamizning bugungi soniga yana o'xshashla Şinjan San'at To'rininki takliflik obzorchisi Umid G'ani apandini olay taklif qildik. Umidga sizning qizg'in qarshi olamiz. Umid Paranglari programmamizning o'tgan qitimliq ilingan sonida Ali Muallim masalasi haqida suhbatlashgan edik. Umidga bu haqda yana sizning to'liqlaydiganlaringiz bormi? Xo'sh, endi ko'rgandan keyin dastlabda birinchi masalada men o'tganda ikki masalani o'tirib qo'ydim. Ali Muallimniki men shu kuni ko'rib boqay deb, u kuni meniki Wi-Fi echilmabdi-ku, uyniki to'g'ri. Wi-Fi echilmay telefonda ochdimda, shuni uzib qo'ydim. Naq ikkinchi sonni ko'ribman-da men. Ikkinchi sonni ko'rsam, naq masala bor sonni ko'ribman-da. Ko'rib shunda neyron o'rlab ketdi. O'sha tomoq jiqib ketdi, oshqozonima kirib ketdi. Qanday masala bor ekan? Sal terikdim. Naqash masala bor sonni keldi. Kesal voyani ko'ryapman-da. Shuni bilan at Wi-Fi deb qarsam, to'sonning hammasini ko'rsam, keyin qarsam, qolgan 60%ni endi men ilgari o'tganda degandek bu ayni vaqtda Amerikada 70-yil umumlashgan Dali Carnegie'larning muvaffaqiyatshnoslik notiqlari. Şekildeki bu notu qalan 60%. Anıkin psixologiyaniki oddiy savatlari. Mesela sen bir narsani so'zlayversan, kuchaversan, u narsa amaliyot yo'g'inab ketadi. Degan narsalar bu psixologiyadagi oddiy savatlar, mushu orqali hamda kishilarga psixik savatlarni bergan. Bu bo'ldigan mazmunlar. Lekin Uyg'ur jamiyatiga mana cho'ng ta'sir ko'rsatgan bir leksiyaninki mazmundagi ba'zi ideya jihatdagi qatmonliklar mening ichimni pushadi. Men o'tganda ikki nuqtani dedim. Birinchi mazmun nima desa, masalan meni Einsteinga o'xshatma, men unda dinsiz nasaraga o'xshamayman degan gap. Bu bir intayin ideyadagi qaloq bir fikr. Biz hozir insoniyatda biz aql farosatning o'rtoqligini tashabbus qilyapti-da. Bilimning o'rtoqligini tashabbus qilyapti. Bundaq sharoitda siz qarshi tarafning bilimiga fikr emasdan, aksicha uningki turmush usuliga, uningki yashash e'tiqodiga fikr emasni shart qilib turib fikr versangiz bo'lmaydi. Men o'tganda ikki masalaga fikr berdim. Endi bu yerda hozir demoqchi bo'lgan masala, bundaq yana bir masalada mening ayni vaqtda nervamga tekkan masala. Nima desa, qo'g'in degan masalani, masalan, qo'g'inni sizlar hammamiz deyalaymiz, sizlar deyalaysizlar. Qo'g'inni dunyoda boshqa millat deyolmaydi. Qo'g'inni boshqa millat deyamayganligi uchun Uyg'ur degan shundoq aqlli millat. Qo'g'in deyilgan millat aqlli. Deyilganligi uchun Uyg'ur degan shundoq aqlli millat. Diyamagin aqlsiz. Deyilganligi uchun Uyg'urning geni dunyo uchun eng yaxshi gen degan yakunni chiqadi. Chunki qo'g'inni deyilganligi uchun bu hamda bir mantiqiga, selishtirmaga qat'iy tushmaydigan bir ufqum. Masalan, Ali Muallim inglizcha bak ustikan Biz inglizcha o'rgangan chaqda birinchi bo'lib biz nima o'rganamiz desa, biz inglizchada bir harf bor, d deydigan. D deydigan harf bor. Bu t bilan d ning oralig'idagi bir harf. Biz har qanday mayli Uyg'urlarni boshqa millatlar, biz Uyg'urlar inglizcha o'rgansak cho'qim 3 joy ashni mashq qilamiz. D deb mashq qilamiz. Buni chiqaramaymiz buni. Eng oxiri d deb tabiiy bo'lib ketadi. Shuning uchun 3 joy mashq qilamiz. Xo'sh, unda qolsa biz d-ni chiqaramaganligimiz bizning tilimizda d degan harf bo'lmaganligi uchun biz 3 joy uni mashq qilganligimiz uchun bizning genimiz chatoq, biz 4 millatmi? Bu yerda bunda selishtirma kelib chiqadi. Dunyoda shunda men shu nurg'un tilshunoslardan anglagan, Afrikadagi shunday nurg'un yovvoyi millatlar bor-da. Bu yovvoyi millatlarning orasiga borsangiz, shu dunyoda biz hech qanday millat chiqirib boqmagan tovushlarni chiqara oladi ekan ular. Shu Indiyalarning orasida nurg'un yovvoyi millatlar orasida nurg'un tillarda yo'q bir tovushlar bor ekan. Biz chiqaramaydigan. Biz chiqaramaydigan. Unda bo'lsa biz ular shu tovushni chiqara olganligi uchun u yovvoyi millatlar geni intayin isil dunyodagi eng aqlli millat deyishki bo'lamda. Bu nimani demoqchi desa, bu yerda bu Uyg'urlarning geni dunyoda tegi bundaq tadqiqot mumkin emas, mavjud emas tegi. Bir millatning geni yaxshi, bir millatning geni yomon deydigan mantiq yo'q dunyoda. Bu millat degan bu murakkab narsa. Hech qanday sap millat yo'q dunyoda. Uyg'urlarning tarixdagi sonsizlagan millatlarning yo'g'irilishi bilan shakllangan bir millat. Hatto biz Uyg'ur degan gapni qachon topdik desanglar, 1933-yili Radlov Rossiyaning tilshunos turkolog Radlov bizga Uyg'ur deb ism qo'yib bergan. Biz uqmaymiz biz. Toki biz 1000 yil jarayonida Qashqarlik, Xotanlik, musulmon, kofir deb ayirdi Uyg'urlar. Uyg'ur degan gapni biz unutib ketgan tarixda. Shunga bundaq bir atalg'uni, bir ijtimoiy atalg'u millat til degan. Shunday bir atalg'uni, bu atalg'uga vakillik qiluvchilarning geni dunyo uchun yaxshi desa, bu mantiqiy jihatdan intayin tushmaydigan bir fikrda. Shunga bu odamningki nevrosini o'rlatadigan bir fikr. Ikkinchidan
Yana bir meselesi var, bir gap var bu yerda. Nima bo'lsa, Yahudilarni aqlliq deydi, aqlliq emas ular. Yahudilar aqlliq emas. Mening bir Yahudi do'stim bor edi. Qiyinida desam, chiroylar degan purishib ketdi unga deyamay. Andikan qolish ishlaymaydi uningki. Deb mujna gapni qildi. Bir millatni Yahudini aqlliq emas, biz aqlliq degan gapni qildi. Bir chunki unga bir og'insi deyamay. Bu masalan agar meningki bir do'stim boshqa millatdan bir do'stim bo'lsa, uning kallasi sal ishlamay qolsa, men bu millat aqlliq emas desam, bu qanday mantiqa bu? Ikkinchi sinfning bolalari deydigan men ikkinchi sinfning bolalari ham uqmay deb qo'yish mumkin bunday gapni. Ning kallasi ishlamadi, shuni qaraganda ma millatning kallasi ishlaydi o'xshaydi degan mantiqida ikkinchi sinfning bolalari deydigan mantiqa bu. Bu qanday gap bu? Masalan, biz hozirgacha men bir 20-30 dek shundaq bir jurnallarda, shu matbuot vositalarida hammamiz ko'rdik. Meni hammaylar ko'rgan, e'tirof qilgan bir fakt va u bo'lsa-mu dunyoda Nobel mukofoti olgan odamning 22% Yahudi degan. Buni barliq matbuot vositalarida e'lon qilingan uchur bu. Demak, bu nima desa, bu yerda bir narsani e'tirof qilishimiz kerak. U nima desa, to'g'ri, masalan, 10 odam bo'lsa, 10 odamning ichida bir odamning aqliy iqtidori 9 dan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bu tabiiy tanlanish, bu tabiiy dunyoning tabiiy sharoiti bu. Shuningga o'xshash millatlar dunyoda 2000 millat bor. Bu shu 2000 millatning ichida bir ma'lum bir millatniki umumiy nisbiy jihatdan aytganda aqliy iqtidori boshqalarga qaraganda ustunroq bo'lishi mumkin. Menimcha bu normal ahvol. Xo'sh, mushu nuqta aytgan chaqdimi, nima desa, Yahudilarning 22% odamning Nobel mukofoti olganligi. Masalan, men o'tgandim dedim, 20-asrga 20-asrga dahshatli ta'sir ko'rsatgan 3 shaxs bor. 3 yilisi Yahudi. Masalan, Einstein, Markus, Freud. 3 yilisi Yahudi. 20-asr tarixiga dahshatli ta'sir ko'rsatgan 3 odamning hammasi Yahudi. Demak, bu paket, bu Yahudilarning aqlliq bo'lganligi paket. Endi xo'sh, bu yerda bu menda bir mantiqni qo'ydi. Uyg'urlar asli genimiz shundoq yaxshi deb bizga sharoit yo'q. Biz sharoitimiz bo'lgan bo'lsa, biz asli biz anda ketadi, bu anda bo'lsa Yahudilar tartib uchirgan qismatlar qanchalik? Uyg'urlar qanday qismatlarga uchirdi, Yahudilar qanday qismatlarga uchirdi? Yahudilar sonsizlagan besim nurg'unlagan qiyinchiliklarga uchirdi. Qirg'inchilikqa uchirdi. Qirg'inchiliklarga uchirdi. Dunyodagi eng chong qirg'inchiliklarga uchirdi. Aksicha nima bo'ldi desa, Yahudilar shu xil qirg'inchiliklarni yengish, o'zlashtirish, ularga to'g'ri muomala qilish badaliga eng oxiri shu 20-asr madaniyatiga, insoniyatning madaniyatiga g'oyat zo'r to'p qo'shdi. Tavlinib chiqdi. Shunglashqa bu yerda nima desa, boyiqi selishtirmalar, boyiqi fikrlarning hammasi intayin mantiqsiz, bir millatning ideologiyasi nisbatan xato tushuncha beradigan mantiqlar. Endi xo'sh, men qo'pib hozir deb bersam, men Uyg'urlarning geni bak yaxshi desam, hammanglar qo'shilishinglar mumkin. Mushundaq desak bo'lamda? Bu nima desa, bir leksiyaninki boshqalarni jalb qilish maqsadiniki haddidan ziyoda ishib ketish kelligini ifodalaydigan bir masala. Shunglashqa mushu xildiki men ikkinchi sonni ko'rib ekanman, mushu xildiki temlarni anglab rost shu kuni yegan tamog'im singmadi. Achchig'im keldi endi. Endi qolgan uchurlar, qolgan psixikalik omillarniki psixikalik tushunchalarning hammasi normal ishlar. Bo'ladi o psixikada anda qilsam manda bo'ldi. Sen bana manda qarg'ashqa men sen yuzingga ishkini ursam sen meni o'ylab olding, shuni so'rmading, gumon qilmading. Bu psixikalik adek savatlar. Bular bilan biz muvaffaqiyatshnos ilminiki bu leksiyalarni qanday deydi olsak bo'ladi. Bu jamiyatimizdagi bir yaxshi hodisa, men ilgari degan, bu bir yaxshi hodisa, yaxshi boshlanish. Buni qabul qilish kerak. Lekin bizning yoshlarimiz, masalan, o bir inglizchani yaxshi o'qigan bo'lar ekan, nurg'un kitob o'qibdi. Har ikki og'iz gapining ichida bir inglizcha so'z bor. Mushunda o'qigan odamning ideyasi 10-asrning ideyasi bilan qolsa, bu ichinishlik bir hodisami qanday? Shunga biz shu narsani esimizda chin saqlashimiz kerakki, til mangu vosita. Bizning maqsadimiz bu orqali ideyamizni ichish, ideyamizni ilg'orlashtirish. Agar biz tilni maqsad qilib olsak, bu maqsad orqali o'zimiz qaloq ideyalarni so'rab yursak, o chaqda biz yana eski xotinning paytimizdek so'rilib yurimiz.